Iqtidorli yoshlar kelajak bunyodkorlaridir. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi efirda. Iqtidorli yoshlar kelajak bunyodkorlaridir. Bugun shu haqda gaplashamiz. Biz boshladik. Ko'pchilik aytishadiki, 1% iqtidor bo'lsa, 99%ni mehnat to'ldira oladi deyishadi. Xo'p, bugun hamma iqtidor va layoqat egalari o'zini sohasidamikan? Iste'dod, qobiliyat bu asosiy bir muhim o'rin egallaydimi? Yoshlarni, insonlarni muvaffaqiyatga erishishida yoki mehnat ko'proq samara beradimi? Ha, iste'dod juda ham katta ahamiyatga ega va shu o'rinda mehnat ham. Demak, ikkalovini baravar olib borish juda ham katta yutuqlarga olib keladi. Lekin bu yerda ota-onani, ya'ni bizda yoshlarimizdagi shu iste'dodni erta aniqlashda ota-onalarning o'rni juda ham muhim deb hisoblayman. Endi ko'p ota-onalar bugun pul topish bilan ovora, oilasini boqish bilan ovora. Kim aniqlayapti ekan bu yoshlarning qobiliyatini? Nima deb o'ylaysiz? Endi farzandini kelajagini o'ylaydigan ota-onalarimiz misol uchun oddiygina bu narsaga ko'p vaqt ajratish ham shart emas. Bolasini oddiy berayotgan savollaridan, bolasini demak kun davomida qilayotgan ishlaridan, nimalarga qiziqishi, demak u sportga qiziqyaptimi yoki bo'lmasam san'atga qiziqyaptimi yoki aytaylik texnologiyalarga qiziqyaptimi yoki hisob matematikaga yoki bo'lmasam hisob kitobga qiziqyaptimi, bu narsani demak bolani o'sha kun davomida emas, o'sha u bilan o'tkazgan bir ozgina vaqtida kuzatish orqali ham uni erta aniqlab olsa bo'ladi. Keyingi muhim poydevorlardan bittasi maktab o'rni ham juda ham muhim deb o'ylayman. Va maktabda demak biz bolalarimiz asosiy vaqti maktabda o'tadi. Ertadan obedgacha yoki bo'lmasam ba'zi maktablarda ertadan kechgacha bola o'zini vaqtini maktabda o'tkazadi. O'qishdan tashqari boshqa demak to'garaklarga qatnashish orqali va bu o'rinda maktab, ota-ona, demak o'quvchi va shu o'rinda 4-chi asosiy bir nima deydi, shaxsni qo'shmoqchiman, bu yerda maslahatchi. Demak, maktab maslahatchisining o'rni bu yerda juda ham katta ahamiyatga ega. Va mana shu 4 ta odamni birgalikdagi hamkorligi orqali bolani iqtidorini erta aniqlash va o'sha iqtidorni to'g'ri yo'naltirish orqali bolani o'sha iste'dodi ustida mehnat qilishi va kelajakda yuqori natijalarga olib kelishiga erishishimiz mumkin. Bunda demak qanaqa ishlanadi bu mexanizm? O'zim Alberuni nomidagi xalqaro maktab internatida maktab maslahatchisi sifatida faoliyat yuritaman va biz maktabimizda mana shu tizimni juda ham yaxshi yo'lga qo'yganmiz. Demak, ota-ona bilan o'quvchi va bu yerda o'qituvchining ham roli juda ham katta. O'quvchilarni hammasi bilan birga o'tirib, demak ota-onalar bilan individual tarzda o'quvchini akademik ko'rsatkichlari, uni qiziqishlari, darslardan tashqari shug'ullanadigan mashg'ulotlarni birgalikda o'tirib muhokama qilamiz. Hamma ota-onalarni birgalikda yig'ib emas, har bitta ota-onani o'sha o'quvchi bilan birga o'tirib maslahatlashib, chunki ota-ona baribir bolasini 15 yil katta qilgan bo'ladi, uni ko'proq biladi. Demak, ularning fikrini eshitamiz, bolani qiziqishlarini inobatga olamiz va o'zimiz, ya'ni mutaxassis sifatida kelajak kasblari, ya'ni kelajakda keyingi 10-15 yil ichida yo'qolib bormaydigan, sun'iy intellekt tomonidan o'rni egallamaydigan kasblar to'g'risida ularga maslahatlar beramiz va bu borada bolani qiziqishlarini ham inobatga olib, uni to'g'ri yo'naltiramiz. Juda to'g'ri yo'l bu. Va bu orqali biza demak maktabimizning asosiy bir maqsadlaridan biri bo'lgan bolalarimizni dunyodagi top 10dalik universitetlarga yo'naltirishimiz ham juda ham oson bo'ladi va ularni biza juda ham katta muvaffaqiyatga erishib, ertaga o'zi qiziqqan sohasi, birinchi o'rinda qiziqish juda ham muhim, o'zi qiziqqan sohasi, salohiyati va o'sha mehnatidan kelib chiqib juda ham katta natijalarga erishish mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Sizni maktabingizda nimalar asosida imtihon olinadi, ya'ni kiruvchi bo'lgan o'quvchilarga? Menimcha, to'g'ri kelgan o'quvchini olmasangiz kerak, to'g'rimi? Alberunining xalqaro maktab internati ixtisoslashgan maktablar tizimidagi ilk va yagona xalqaro maktab internati hisoblanadi va shaxsan prezidentimizning tashabbuslari bilan 2025-yil 15-may kuni bu amalga oshirildi va birinchi O'zbekiston tarixidagi xalqaro maktab maqomini oldi. Va ochilgan yili 16.700 da'vogar topshirgan. Shulardan bor yo'g'i 60 tasini qabul qilganmiz. Bir o'ringa 270 ta odam. Va bizani maktab O'zbekiston tarixidagi birinchi IBDP maqomini olgan, ya'ni International Baccalaureate Diploma programma deyiladi. Bu top universitetlarga kirish yo'llanmasini beradigan maktab hisoblanadi va shaxsan prezidentimiz o'zlari ism qo'ygandilar, Garvardchilar maktabi deb. 60 ta o'quvchi olamiz bir yilda. Juda kam olar ekansizlar. Juda kam. Bizni 5 mahal issiq ovqat beramiz, yotoqxonamiz mavjud.
va o'quvchi faqat bizda semestr chorak emas, semestr, bir yilda 3 ta semestr bor. Faqat semestr tugagan paytdagina uyga borishga ruxsati bor. Qolgan payt maktab biz hammasini ta'minlaymiz. Uni kiyadigan kiyimidan tortib, yuvishi. Sinfdan olasizlarmi? Yo'q, biz 9-sinfdan qabul qilamiz. Ha, 3 yil. 3 yil. 9-10-11 TOK deyiladi, Theory of Knowledge. Bu juda ham muhim bo'lgan dars. Qolgan maktablarda o'tilmaydi va bizning maktabda o'tilinadi. Bu juda ham muhim. Nima uchun? Talaba nimaga ilm olayotganini bilish kerak. Maqsadini bilish kerak. Hozircha natijalarimiz bor. Xalqaro olimpiadalarda o'rin olgan o'quvchilarimiz bor. Shu yil o'zida 3 ta o'quvchimiz xalqaro olimpiadada yaqinda yana qatnashishdi. Olimpiadalarda har doim qatnashib kelamiz va barcha ta'lim ingliz tilida olib boriladi. Faqat ikkita fandan tashqari o'zbek tilida hamda tarix fani o'zbek tilida olib boriladi. Sababi bizga kelgan o'quvchi o'zining tarixini bilishi kerak va o'zining tilini bilishi kerak. Va qolgan barcha fanlar ingliz tilida hamda xorijiy o'qituvchilarimiz bor va jamoamiz juda ham kuchli. Bizda o'qituvchilar top 300 tali reytingda turadigan, dunyoning top 300 tali reytingda turadigan o'qishni bitirgan bo'lishi kerak. Qaysi fanlarda imtihon topshiradi? Juda qiziqda hozir ko'pchilikka. Biz hozir ikkita yo'nalishga bo'ldik. Aniq fanlar va tabiiy fanlar. Aniq fanlar birinchisi o'zi ingliz tili majburiy, shuning uchun ingliz tili agar IELTS sertifikatiga ega bo'lgan o'quvchilar bo'lsa, 7 ga ega bo'lsa, IELTS sertifikati 7 bo'lsa, ingliz tilidan ozod etiladi. Agar 7 bo'lmasa, unda ingliz tili, matematika, fizikadan topshiradi. Tabiiy fanlarga esa xuddi shunaqa ingliz tili, kimyo, biologiya. Aniq fanlarga 40 ta o'quvchi olamiz, tabiiy fanlarga 20 ta, umumiy 60 ta kvotamiz bor. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Nech pul to'lov? To'lov haqida gapirmadingiz. Tekin Davlat granti asosida qabul qilinadi to'lovimiz. 60 ta o'quvchi mutlaqo tekin demak ularni o'qishi, yotog'i, yeb ichishi, demak ularni hattoki formasigacha davlat o'zi muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan 100% grant asosida o'qishga qabul qilinadi va 3 yil grantlik 3 yil maktabda grant asosida o'qiydi va bundan keyingi, misol uchun undan keyin MIT, Harvard, Stanford universitetlariga o'qishga kiradigan bo'lsa, u universitetlardan ham demak 100% grant asosida o'qiydi bu bolalar. Yashashi moliyalashtiriladi. Davlat tomonidan. Keyingi 4 yili ham moliyalashtiriladi. Hoy, yoshlar, mana rostdan ham hozir mana Faxriddin aka aytganlaridek biz sizga havasdamiz. O'qing, sharoit yaratilgan. Rahmat aytamiz yana bir bor barcha ekspertlarimizga. Bugungi suhbatdan shunga amin bo'ldikki, iste'dod va iqtidor bu tug'ma layoqatdan tashqari katta bir mehnat, sabr, toqat va eng muhimi davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish demakdir. Bilim olishdan, izlanishdan, yangi marralarni zabt etishdan yana bir bor charchamang deymiz yoshlarimizga. Siz Sevimli telekanalda Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousini tomosha qildingiz. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.